Assalomu alaykum, hurmatli qadrdon klientlarimiz. Bundan oldingi videoda skidka bastonochkalarni qo'ydik. Endi sizlarga skidkaga tushgan shlopkalarni obzor qilib beraman. Hammasi naturalniy koja. Ikkita uchtasi Turkiya, Xitoy mahsuloti, qolgani hammasi Turkiya mahsuloti. Misol uchun mana Evromoda firmaniki, buni boshqa ranglari qolmagan. Buni 39 bilan 41 razmeri qoldi. Skidkada 500 ming so'm qaratib olinglar. Bu narxi 700 ming so'm bo'lgan. Buni ranglari yo'q faqat. Bu Angliyavera firmaniki, bu 950 ming so'm sotilgan. Korichnisidan faqat 36 razmer qolgan, qorasidan 37 bilan 36 razmer qolgan. Bularning skidka narxi 650 ming so'm qilib beramiz. Bu yerda narxlari har xil, hammasi narxi bir xil deb tushunmanglar faqat iltimos sizlardan. Bu Polon firmaniki, buni razmeri bir dona 40 razmeri qolgan. Buni skidkada 650 ming qilib bera olamiz. Bu 950 ming so'm bo'lgan. Boshqa ranglari bor, lekin skidkada emas. Skidkada faqat shu rangga, skidkada bir dona qolgani uchun. Bu Mariya Muzey firmaniki, qadrdon klientlarimiz, buni qaranglar, bir dona 40 qolgan. Skidkada sizlarga 600 ming so'm qilib beraman. Bu 800 ming so'm edi. Faqat rang, razmer qolmagani uchun. Bu Benzabaldina firmaniki, bu 900 ming so'm bo'lgan. Buni ham skidka qilib beramiz. Faqat razmerlari qorasi bir dona, gold rang 2 dona qolgan. Telegram gruppamizga o'tib olinglar. Buni razmerlari bilan, narxlari bilan sizlarga qo'yib boramiz. Bu Evromoda firmaniki bastonochkasi 650 ming sotilgan, faqat 37 qolgan. 500 ming so'm sizlarga bonus skidka qilib beramiz. Bu rangi 39 razmeri qolgan. Qolganlarni ham razmeri bilan, narxlari bilan Telegram gruppamizga o'tib olsanglar, hammasini qo'yib boramiz, narxi bilan, razmeri bilan. O'zingizga kerak bo'lmasa ham kimgadir jo'natib qo'ysanglar, video manfaatli bo'ladi.